Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz ustoz elektron joynamozni ishlatishda ko'rib o'tamiz. Agarda siz batareyka qo'yish, qanaqa joylashtirish videosini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bundan oldingi videoni kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Biz unda batareyka qo'yishni ham o'rgatganmiz. Bugun biz har bitta funksiyalarni bosib, qanaqa namoz o'qishlarini ko'rsatib o'tamiz, aytib o'tamiz. Namoz o'qishlarini boshqa videolarimizda o'sha videolarda qo'yganmiz. Ustiga chiqib bemalol o'qiyverasiz. Bu yerda yoqish knopkasi bosib turiladi, yonadi yoqish knopkasi bu. Va hozir yongan. O'sha misol uchun mana hammasi bor bu yerda. Ovoz baland qilgich, past qilgich, Qur'on, azonni bossangiz, azonni o'qiydi. Bomdodni bossangiz, bomdodni o'qiydi. Tong namozi. Bu yerda til o'zgargan, o'zbek tiliga qo'yib olasiz. O'zbek tilida. Mana bomdod namozini bossangiz, Bomdod namozi. Bomdod namozining vaqti subhi sodiqdan kun chiqqunchadir. Bomdod namozi 4 rakatdan iborat. 2 rakat sunnat va 2 rakat farz. Bu tushuntirib berdi hozir. Namoz o'qish uchun bir bosiladi. Bu bir bossa o'sha namozni o'qib beradi. Misol uchun bomdod namozi 2 rakat sunnatini bosiladi va namozga kirilib o'qilib o'rganiladi. Keyin 2 rakat farzini bosiladi. Ha, namozda shunaqa. Bir boshdan hammasini bosib ko'rib, bemalol o'rganishingiz mumkin. Bunaqa qiyin joyi yo'q. Ustiga chiqib olasiz. Ustiga chiqib olib, kerak bo'lgan namozni bosib, bemalol o'qishingiz mumkin. Agarda shunaqa joy namozda kerak bo'lsa, 90lik 870 21 38 raqamlariga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.